mana shu yerga kelgan vaqtida, bozor mana shu yerga kelgan vaqtida stopni ko'tarib qo'yamiz, ya'ni zararsizlantiramiz. Olgan narximizga zararimizni qo'yamiz. Ya'ni biz bozorga kirayotganimizda qanday kiramiz? Hozir mana bu coinning narxi 76 dollar va 94 sent turibdi. Sotib olayotgan vaqtimizda, misol sapir zonada sotib olsak, 75.43 dan olamiz. Biz mana shu yerda risk qilamiz 1% ga. 1%imiz qayerda? 2% ga nima qilaylik? Riskovat qilaylik. 2% ga riskovat qilsak, 73-71 nimaga pulga to'g'ri kelyapti. Ya'ni biz rozimiz, agarda bozor pastga tushib ketsa, 73-71 gacha tushib ketsa rozimiz. Undan u yog'iga rozi emasmiz. O'zimiz nimamizni chekladik, zararimizni chekladik. Endi nima qilamiz? Bozorga kiramiz. Xo'p, bozorga mana bu kirgandan so'ng olgan tangamiz yurishlikni boshlasa, mana bu yerda unchalik kuchsiz qarshilik bo'ladigan bo'lsa, endilikda biz nima qilamiz? Stopimizni, ya'ni zararimizni ko'tarib qo'yamiz. Endi biz 73-71 da emas, biz o'zimizni olgan narximiz 75.43 da sotilib ketsa rozimiz. Biz hozir riskovat qiladigan narsamiz endi foydamiz bo'ladi. Bu ham pulimizga 2 dollar, masalan 100 dollar bilan kirgan bo'lsa, 2 dollar bilan biz riskovat qilyaptik. Endi nima qilamiz? Endi riskovat qiladigan narsamiz foyda bo'ladi. Tushunarli? Liboy coinda, Liboy time frame'larda o'tgan safar tushuntirganman. Liboy time frame'da ishlaydigan narsalar bu. Mana bu zonalar chizishlik. Endi bu chizishlikda boya ko'rganingizdek 4 soatdan 1 kunlikka olib o'tdim. Endi haftalikka olib o'tishimiz mumkin. Haftalikda kuchli qarshiliklar topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joylar nima bo'lyapti? Baribir nima uchun qarshilik bo'lyapti? Umumiy coin uchun yaxshigina qarshilik mana shu yer bo'lyapti. Kunlikdagi qarshilik ana shuni yorib o'tsagina keyingi manzillarni ko'rishimiz mumkin ekan biz. Xo'p, mana bu yerda biz hech narsani o'tkazib yubormadik deb o'ylayman. Misol haftalikda qaralsa ham bizi hozir haftalik sham yopilishiga qancha qoldi? 17 minut qoldi. 17 minutning ichida mana bu nima qilyapti? Mana bu undan avvalgi shamlarda ustida yopilyapti. Demak nima bor? Mana shu haftada buqalarda kuch bor degani. Biz mana bu yerda kuchligimiz haqiqatga yaqinroq. Chunki nimaga? Biz mana bu yerda yo'nalishni o'zgartirganmiz. Tepaga ko'ryapsizlar, boyaginaqa nima shamlarimizni ignalari, tanalari bir-biridan ustun bu yerda yana ketyapti. Agarda hozir bu narx tushadigan bo'lsa ham, boya biz aytgandek nimaga tushishi mumkin? Qo'llab-quvvatlash zonasiga tushishi mumkin. Ana shu yerdan tushib turib, keyin yana yo'lida davom etishligi mumkin. Tushunarlimi? Ana shunday biz zonalarga e'tibor berishligimiz kerak. Haftalikda bo'lsin, misol oylikda bo'lsin. Oylikda nima qilmoqchi? Oylikda qilmoqchi bo'lgan narsasini biz hozir ko'rishimiz mumkin. Oylikda bu faqatgina tepaga qarab intilyapti. Bu yerda hozir biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, mana bu yerda yorib o'tishlik bor. Switchning analiz bo'yicha ham mana ko'rsanglar, qizil shamni mana bu zangor sham yorib o'tgan, undan so'ng o'sish bo'lgan. Hozir nima qilyapti? Pastga ozgina korreksiya qilganda, korreksiyani qisman tushuntiray nimaligini. Bozorda ikkita yo'nalish bor. Ikkita ish qiladi bozor. Mana bunday uzun yurishligi, tepagami, pastgami uzun yurishligi bu impuls deb ataladi. Pastga bozor ozgina qaytishligi bu korreksiya deb ataladi. Ya'ni bozor bir tekis yurmaydi. Impuls korreksiya, impuls korreksiya, impuls korreksiya qilib ketadi. Mana shunda o'ziga bir yo'nalish yasaydi. Ana shu narsani men nazarda tutib aytyapmanki, bozorda bir marta bir joyda yorib o'tib olgandan keyin sham darslarimda ham tushuntirganman. Что oluvchilarni qoniqtirishlik bor. Qoniqtirishlik kerak. Xo'p, mana bu joy, mana ko'ryapsizlar, bitta nima edi? Bitta qarshilik, mana bu yerda ikkinchi qarshilik bo'ldi va ana shu yer nima bo'ldi?
mana bu yerda support bo'lib ishlab berdi. Ya'ni buzib o'tdi, support bo'ldi. Nima? Mana bu zonaga qaytib keldi bozor. Ha? Qaytib kelgandan so'ng korreksiya qildi. Ha? Korreksiyadan keyin nima? Yana mana bu yer qo'llab-quvvatlash zonasi bo'lyapti. Endi ketadigan zonamiz birinchi qarshilikgacha mana shu joy bo'lib qoladi oylikda. Ko'ryapsizlarmi? Qanchalik time frame kattalashsa, nimalarni masofalar ham nima qiladi? Uzoqlashadi. Kattalashadi masofalar. Boya misol $80 chiqadi deyotgan bo'lsak, buni endi boradigan joyimiz oylikda $109 bo'lib qoldi. Buni sababi nima? Buni sababi kattalashgan sari time frame'lar muddati uzayadi. Misol bitta coin'ni oylikda xuddi shunday hozir Litecoin'ni oylikda analiz qilib oladigan bo'lsak, bu eng kami 3 oyda profit beradi degani. Haftalikda oladigan bo'lsak, eng kami 1 oy, 1,5 oyda beradi degani. Kunlikda oladigan bo'lsak, 10 kun bilan 15 kunni atrof. 4 soatlikda oladigan bo'lsak, 4 kun bilan 7 kunda atrofida bu narsalar ishlab beradi. Misol poddershkadan mana ko'ring o'zingiz, mana bu shamlarda har qanday yopilishligi mumkin bu hajmi. Biz xohlagan zonaga yetib borishlik uchun hajm katta bo'lishligi kerak. Mana shu vaqtlarda o'zimiz nima qilamiz? Rashotimizni olib bozorga kiramiz. Ya'ni biz qanchaga sabrimiz yetadi, qanchaga riskimiz ko'taradi. Qancha misol kuta olasak, mana shu time frame'larda biz ishlab pul topishligimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berib qaratasizlar. Ya'ni o'zingizlarda risklarni, vaqtingizlarda o'zingizlar nima qilinglar? Cheklanglar. Shtobi bozorda ana yuradi, mana yuradi deb telefoningizlarga qaramanglar, bu narsalarni xayolingizlarda o'ylab yurmasdan avval sizlar vaqtinglarni bilib olinglar, qanchada foyda yoki zarar ko'rishinglarni. Primerni. Keyin mana bu psixologiyaga ataka bo'lmaydi. Ha? Bitta coin'da olib qachon yuradi qilmanglar. Sizlar uje analiz qildinglar, time frame'lar qanchada primerni sizlarga xohlagan narxinglarni berishini aytib turibdi. Va zonalarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Panikaga tushmanglar. Holatga qarab, ana shu yerda oldingizmi, bo'ldi, endi kutasiz. Hadaf beradimi yoki stop beradimi, qanchada bersa ham kutishingiz kerak bo'ladi. Trading bu sabrlilar nimasi? Kasbi. Bozor aytdim, megarga men manipulyatsiyani boshidan sizlarga tushuntirib kelmayapman. Bozorda ozgina qizil sham bo'lishligi yoki boshqa narsalar bo'lishligi bu nima? Faqatgina manipulyatsiya. Insonlarda bozor nimasiga ataka qiladi, psixologiyasiga ataka qiladi. Psixologik ataka bu insonda har narsaga olib boradi. Misol qo'lingizda coin turibdi, mana bu kriptovalyuta turibdi-da, o'syapti hozir. Men qancha o'sib ketsa, tap etib sotaverasiz. Nimaga desa, o'sha siz ranglarni, zangor ranglarni ko'rdingiz, bu narsa psixologiyasiga keldi. Foydadaman deb turib sotib yuborasiz. O'zi ko'zlagan joyingiz mana bu yer. Ozgina ko'zlasangiz, manipulyatsiya qiladi birinchi. Mana bu yerga chiqadi, keyin bozor pastga tushadi, korreksiya qiladi. Korreksiya qilgandan keyin yana bir marta o'sish qiladi-ku, to'g'rimi? Siz mana shuni kutsangiz, siz kutgan hadafni olasiz, lekin mana bu yerga chiqqandan keyin zangori bo'ldi, pastga tushdi, qizil va endi o'smaydi ekan, men nima deydi? Qizarganda sotaman, endi uyda buyda qilib nima qilasiz? FOMOga berilib, ya'ni hissiyotga berilib turib, mana shu narsalarni sotib yuboradi. Shu uchun grafikda analiz qildingizmi, ana shu grafikka nima qiling, turib bering, qancha vaqt kerak bo'lsa ham. Keyin sizlarga o'rgatdim, stoplarni ko'tarib qo'yishlikni. Bozorga kirishdan oldin birjada qanday ko'tarilishini ham tushuntiraman. Ularda muammo yo'q. Faqatgina sizlar umumiy bozorda nima qilayotganinglarni, nima uchun kirganinglarni tushunib yetinglar. Vallohu a'lam.